saytlarni buzib kirish sizlarga ham qiziqmi? Ha, Hakerlik haqida aytyapman. dasturchilarga o'xshab jamoada ishlaydigan qonuniy hakerlarga biz pentesterlar deymiz. Masalan, kuryer kompaniyaga buyurtmani olib keldi va sizdan kompyuteringiz orqali bir faylni chop etishni so'radi. Flashga kompyuterga ulanishi bilan butun tizim va tarmoq hakerning qo'liga o'tadi. Ishonish qiyin, lekin aynan mana shunaqa amaliyotlarga biz pentesting amaliyotlari deymiz. Pentester esa bu tizim yoki veb-saytlar xavfsizligini xuddi noqonuniy hakerlardek test qilib beradi hamda jamoa bilan aktiv ishlab mana shu kamchiliklarni bitta-bitta yopishadi. Pentesterlar qora shapkali hakerlardan farqli o'laroq qonuniy ishlash va report yozish qobiliyatlarini ham shakllantiradi. Bu qobiliyatlar esa hakerlikni kasb qilish imkonini beradi. Pentesterlar tizimlarni buzib kirish amaliyotidan oldin korxona yoki shaxslar bilan ikki tomonlama kelishuv imzolashadi va bu kelishuvga biz statement of work deymiz. Bu ularni qonuniy test amalga oshirishlari uchun juda ham muhim. Bundan tashqari pentesterlar turli musobaqalar yoki bug bounty'larda qatnashib, mo'maygina pul ishlashlari ham mumkin. Faqatgina report yozishlari majburiy. Ularga diplom kerakmi? Ha va yo'q. Kiberxavfsizlik olamida diplomlar emas, balki yangilanadigan sertifikatlar juda ham muhim. Bulardan eng mashhurlari va ayniqsa ishga kirish uchun tajriba o'rnida o'tadiganlari haqida ham videolar tayyorlayman. 30 kunda haker bo'lish challenge-ini birinchi kuni va sizlar bilan ICP sertifikatiga ega pentester bo'ldi.